Assalomu alaykum. Intimaqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Bugun dasturimizda Davlat soliq xizmati 67 milliard mablag' yig'di. Bu belgilangan miqdordan 6 milliard so'mga kam. 90 milyonu şu Dordoy'dan düştü. O'sh shahridagi avariya holatidagi ikki uyda yashash davom etmoqda. Xulosani 10 yil avval chiqarilgan. Даже жатқанда чечиніп жатпайбыз. Кийинмен жатабыз. Себеби кайсы убакта неме болгонун билбей бийсиңда. Batken shahrida yangi binoning kompleksi quriladi. Amalga oshirish muddati hozircha aniq emas. Narimonda noqonuniy yer uchastkalari sotilgan. Unga sobiq qishloq hukumati rahbari ayblanmoqda. Achinskiy massivdan joy oladi, erta yozda bersa kerak. Jaloloboddagi noqonuniy savdo rastalari olinadi. Qizil chiziqqa asossiz kirgan do'konlar 10 dan ortiq. Hozir bu yilgi yilga planga kirib atadi, bu yerdan yangi trotuar bo'ladi. Davlat soliq xizmati o'tgan yili 67 milliard 812,7 million so'm soliq yig'di, biroq bu belgilangan miqdordan 6 milliard so'm kam. Bunga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishda keltirilgan kamchiliklar sabab deyishadi mutaxassislar. Natijada 11 rayon va O'sh-Chuy oblastlari belgilangan ko'rsatkichni bajarmagan. Bu vitse-premyer ministr Muhammadqal'y Abulg'aziyevning tanqidiga uchrab, soliq xizmati ishining natijasini past deb baholadi. Yillik daromadning yarmini to'ldirgan Dordoy bozoridan tushgan soliq bu yilda oz bo'lgan. Bunga savdo ishlarining hajmi ozayishi sabab bo'lgan. Qo'shni Qozog'iston avvalgiday ulgurji mahsulot olmay tadbirkorlar daromadi ozaygan. Bu Sverdlov rayon g'aznasiga ham ta'sir ko'rsatib, mahalliy soliq 3 milliard so'mga bazo'r yetgan. Целом район bo'yicha 14 yil 389 million добровольный патент түшсө, анын 77 başka rынок минералдарын составлять etse 390 milyonu şu Dordoy'dan düştü. Так, 2015 yılı 387 olup 3 milyon azayıp atat. 2016 yılı 372 olup 14 milyonga azayıp atat. Bunga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining ham ta'siri bor. Unda oldindan eksport-import hajmi aniqlanmay, noqonuniy savdogarlik ko'paygan. Natijada davlat g'aznasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, soliq ozaygan. Jami 2016-yilda reja 93% ga bajarilib, taxminiy mablag'dan 4,6 milliard so'mga oz bo'lgan. 4,5 milliard so'mni qisqartganmiz. Andan keyin yılın jintigi menen dagı 4 milliard 600 milyon so'm. O'sha menen 9 milliard 100 milyon so'mga soliq xizmati chiqqan jo'q. Men aytib atamiz, bag'ı 15-yilga solishtirmaluu 11 milliard 200 milyon so'm aşık atqardık. 122,16% ko'p cho'g'iltdik. Solishtirmalı 6,19 milliard so'mga былтыркыга solishtirmalı ko'p cho'g'iltdik degan so'zlarni aytib atamiz. Biroq жалпы жонунан келгенде шу soliq bajı xizmatining mexanizmlari 16-yilda O'tgan yilda soliqning taxminiy ko'rsatkichini to'ldira olmaganlar orasida Chuy oblastida birinchi bo'lib, Lenin, Oktyabr va Sverdlov rayonlari g'aznaga yetarli mablag' tushira olishmagan. O'sh oblasti bo'yicha esa barcha soliq xizmatining ishi qoniqarli emas. Bunday kamchilik Jalolobod oblastida ham bor. Paxta hududi deyilgan Noken va To'g'izto'ro rayonlari ham yillik daromadni to'ldira olishmagan. Неисполнение доведенного прогноза. Бюджетке төлөмдөрдүн толук түшпөй калуусуна 2016-жылы кабыл алынган айрым мыйзам актыларына оңдоолор киргизилип, ага ылайык салыктардын айрым түрлөрү төлөөдөн бошотулган. Мисалы товарды экспортко чыгарууда жана накталай эмес формада төлөнгөн товарларды сатуудан салыктар алынган. Hozirda soliq xizmati bo'yicha salbiy fikrlar ko'p. Mazkur xizmat xodimlarining chet davlatga dam olish uchun borganligi ko'pchilikning noroziligiga sabab bo'lib, 19 xodim uchun jinoiy ish qo'zg'algan. Shu sabab aholiga xizmat ko'rsatib, poraxo'rlikni oldini olish kerakligi yig'in davomida ham aytildi. Başında şu 15-yilda 2016-yılдын бюджетін даярдап жатканда мөчүлүштүктөр болгон. Бул негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү içki дүң продукциясынын өсүүсүнүн божомолу жана инфляциянын өзүнүн божомолу боюнча мындай абдан бир оптимисттик түрдө
bunday qabul alinganda. Yil yakuniga ko'ra davlat soliq xizmatining ishi hukumatni qanoatlantirmadi. Shu sabab rejani amalga oshira olmagan xodimlarning ish lavozimini ko'rib chiqish kerakligi ta'kidlandi. Ish faoliyati davomida muvaffaqiyatlari uchun ayrim xodimlar faxriy yorliqlar bilan taqdirlanishdi. O'sh shahridagi avariya holatidagi ko'p qavatli uyning yashovchilari boshqa joyga ko'chishmagan xavfli bo'lishiga qaramay uylarda yashovchilar istiqomat qilishmoqda. Ikki uyda umumiy 60 ga yaqin xonadon bo'lsa, orasida ijaraga berilganlari ham bor. Ko'p qismida uy egalarining o'zlari istiqomat qilishadi. Bu uylarda yashash mumkin emas degan xulosa favqulodda holatlar tomonidan 10 yil avval chiqarilgan. Shundan beri har yili tushuntirish ishlari olib boriladi. O'sh shahrining Lenin ko'chasidagi 351 ko'p qavatli uyda yashash xavfli degan xulosani favqulodda holatlar ministrligi 2008-yili chiqargan. Biroq bu yerda 20 ga yaqin oila istiqomat qiladi. Uyning xavfli holatda ekanligini esa tashqi tomondagi yoriqlardan ham bilsa bo'ladi. Bunday yoriqlar xonalarda ham bor. Bino yo'l chetida joylashganligi sababli avtomashina o'tgan sari xavf ortib boradi. Yashovchilarga esa uydan chiqish bo'yicha ogohlantirishlar berilgan, biroq ularni boshqa uylarda yashashga imkoniyatlari yetmaydi. Sababi ularning ko'pchiligi moddiy tomondan kam ta'minlangan va imkoniyati cheklanganlar. Даже жатқанда чечиніп жатпайбыз. Киймен жатабыз. Себеби кайсы вакытта неме болгонун билбейбизсиң да. Ошол маалда үй кадимкидей титиреп, мынагулар ошондон пайда болгон. Жаракаттан топурактар көчүп кетип атат. Ikki qavatli uy yarim asr avval qurilib, oblast bilim berish boshqarmasining binosi bo'lgan. Keyin xususiylashtirish vaqtida yashovchilar qizil kitob qildirib, qonuniy turda yashay boshlashgan. 2008-yildagi zilzilada yoriqlar paydo bo'lib, yashovchilar oliy o'quv yurtlaridan birining yotoqxonasiga ko'chirilgan edi. Ko'p o'tmay har bir oilaga 10 ming so'mdan sudalar ham berilgan. Анан эми дайымеле кышында келет, эмчестен дайымеле бул ошо 2008-жылдан бери эле келип атат. Бирок анан каяка барат айтылат, бардыгы каяка барабыз, бара турган жерибиз жок. Бизде деле караган адамдар бардыр жогорку жактан, же бизде эч ким ушунча адамдын тагдыры билбейм, эч кимди кызыктырбай атат го менимче. Жаш балалуу адамдар айрыкча жаман коркобуз да. Hozir bu uyda umumiy 18 xonadon bo'lsa, ularning 10ida mulk egalarining o'zlari yashashadi, qolganlari ijaraga berilgan. Favqulodda holatlar ministrligining O'sh shahridagi boshqarmasi har yili uyning xavfliligi ortayotganini aytib ogohlantirishmoqda. Sababi uy 3-4 ballik zilzilaga bardosh bera olmasligi mumkin. Qancha balga turuштук берерин ayta olmayman, biroq negizi al jer yashashga mumkin emas da. Xuddi shunday holat Qurmanjandatqa ko'chasidagi 264-uyda ham bor. Uyning ko'chib tushish xavfi sirtdan ko'rinib turadi. Bu yerda 40 ga yaqin xonadon bo'lsa, ularning ko'pida talabalar istiqomat qiladi. Yashovchilar qayerga borib muammolarni aytishni ham bilishmaydi. Sababi 10 yildan beri bormagan joylari qolmagan. Бирок ушул аварийный болгон үчүн ар жылы мен ошо дам комитет милдетим кылып заявление жазып мэрияга кайрылдым, архитектурага кайрылдым. O'sh shahar meriyasi esa yashovchilarning muammosini hal qilish maqsadida bir necha marta investorlarni jalb qilishgan. Biroq eskisini buzib, yangi bino qurishga yer maydoni tor bo'lgan. Maydonni kengaytirish uchun bino yonidagi uylarni buzish harakati natija bermagan. Tegishli xizmatlar yashovchilarga ipotekaga berilayotgan uylarni ham taklif qilishgan. Hozirgi kunda ошол эгер ошо үйдүн тургундары бизге кайрылса, биз ипотека шарт менен же башка шарт менен жардам беребиz. Ayni damda qulab ketish xavfi ostida yashayotgan turg'unlarning masalasi xavfli bo'yicha qolmoqda. Favqulodda holatlar ministrligi xodimlari ularga tushuntirish ishlarini olib borgandan so'ng bu uylardan ayrimlar ko'chib ketgani ma'lum bo'ldi. Narimon qishloq hukumatining sobiq rahbari yer uchastkalarini noqonuniy sotishda aybladi. Bunday aybni 13 yildan beri chek ololmayotgan mahalliy yashovchi Murodiljon Qo'chqorov qo'ydi. Uning so'zlariga ko'ra, yetakchi Ibragim G'afurov yer uchastkalarini muhtojlarga emas, puldorlarga sotgan. O'zining ham ularning taklifi bilan olgan yer uchastkasi ham bu vaqtgacha 2-3 kishiga sotilib ketgan. Shu sababli farzandlarini alohida uylarga chiqara olmay, oilaning 20 a'zosi bir uyda yashashga majbur. Yuqorida aytilgan ma'lumotlarni qanchalik haqiqat ekanligiga muxbirimiz qiziqib ko'rgan. Murodiljon Qo'chqarovning 6 sotixga solingan uyida 3 farzandi, nabiralari bilan jami 20 kishi yashaydi. 13 yildan beri farzandlariga alohida uy qilib berish imkoni yo'qligi sabab bitta uyda yashashga majburmiz deydi. O'zi imkoniyati cheklanganligi sabab pul topib chek sotib olishga imkoni yo'q. O'zlari qonlarni o'zlari boqyapti-da.
hali bir chekka buniga boyga yeri yo'q. Bu yog'ini so'rasak chet keladi, u yog'ini qarasak vodoprovod keladi. Murodiljon Qo'chqarovning ayoli 2004-yilda 2 farzandi uchun chek so'rab, o'sha vaqtdagi qishloq hukumati rahbari Ibragim G'afurovga xat yuborgan. Lekin rahbar yer uchastkasi berilmayapti deganligi sabab 3 yil avval pulga bo'lsa ham sotib olishni rejalashtirishgan. Qishloq hukumati rahbarligi $10,000 chek ko'rsatib, ammo u ham 2-3 kishiga sotilgan ekan. Bitta odamga krasniy kniga bergan. Hali knigani maqsad uni ustidan yana boshqa bir oyga bergan. Bitta odamga ikkitadan uchtadan qizil kniga bo'lib qolgan. Bo'pti dedik, biz mashinani sotaylik, bolalarni sotib, ashchekni olaylik deb bordik. Voqeadan ko'p vaqt o'tmay yer masalasi bo'yicha davlat rahbari Almazbek Atambayevga xat yuborishgan. Natijada prezident apparatidan Qo'chqarovlar oilasiga tez orada yer berilsin degan javob kelgan. Lekin qishloq hukumatining yer bo'yicha mutaxassislari mazkur oilaning yashash sharoitini ko'rib chiqib, o'zlari sotib olishga imkoni bor degan ma'lumotnomani prezident apparatiga yuborishgan ekan. Bizga uni aytmadi. Keyin u Almaz Atambayevdan keldi yana xat. Kel bular kam ta'minlangan oila emas ekan degan xat keldi deyshib, ularni to'xtatib qo'yishdi. To'xtatib shu bilan chekni ham to'xtatdim, mana ham qil. Mana endi zaявление qog'ozlarimiz ham yo'qmiz, lekin chek yo'q. Qo'chqarovlar bu ishda sobiq qishloq hukumati rahbari Ibragim G'afurovni ayblab kelishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra 2004-yildan beri puli bor fuqarolarga chek sotilib, puli yo'qlari e'tibordan chetda qolgan. Ibragim G'afurov esa Murodiljon Qo'chqarovning 2 farzandiga yer berilishi bo'yicha arizalar qabul qilinganligini aytib, yaqin kunlarda chek berilishini qo'shimcha qildi. Kezak chetgan ularga. Oladi shu Achinskiy massivdan joyda oladi, erta jazda bersa kerak. Ammo yerdan shu komissiya, oylik komissiya so'zim, jangi biletni komissiyasi qarab ko'rgandan keyin beriladi, tutamiz. Ta'kidlab o'tsak, Narimonda Qo'chqarovlarning oilasidan tashqari 11,500 nafar fuqaro chekka muhtoj. Ularning yarmiga yaqin kunlarda Achi massividan 2 gektardan ortiq yer uchastkasi ajratilishi ma'lum bo'ldi. Batkenda yangi ma'muriy binolar va turar joylar kompleksi quriladi. Bu xabarni Batken oblastining muxtor vakilligidan bildirishdi. Unga ko'ra, shaharni kengashtirish eskizi ishlab chiqilmoqda. Mazkur loyiha asosida Batken shahrida barcha zamonaviy injenerlik kommunikatsiyasi sharoitlari bilan yangi aholi istiqomat qilish joylari quriladi. Bugungi kunda shaharning janubiy hududidan 100 gektar yer ajratilib, unga ma'muriy va turar joy kompleksini qurish uchun chet o'lkalik hamkorlar va donorlar bilan so'zlashuvlar davom etmoqda. Bu vaqtgacha ayrim ma'lumot manbalari Batken shahrini ko'chirish rejalashtirilayotganini aytishgan edi. Jalolobod shahrida joylashgan noqonuniy binolar olinadi. Qizil chiziqqa kirgan do'konlarning umumiy soni 10 dan ortiq bo'lib, bugun uning 3tasi buzildi. Shaharni tartibga keltirish maqsadida olib borilgan reyd o'tgan yili boshlanib, shaharda 23 noqonuniy qurilgan savdo binolari aniqlanib, 10-chi buzilgan. Bu vaqtgacha bino egalariga ogohlantirishlar berilgan. Reyd davomida qizil chiziqdagi barcha savdo markazlari surdiriladimi? Muxbirimizning navbatdagi lavhasida. Shaharning bosh rejasi bo'yicha Tumanbay Bayzaqov ko'chasining chetida piyodalar uchun yo'l bo'lish kerak. Lekin hozirda trotuar buzilib, qurilishlar o'rnatilgan. Ko'chaning kengligi hozirda 15 metr bo'lib, piyodalar yo'lakchasi qurilishi rejalashtirilgan. Shu sabab qizil chiziqdan o'tgan qurilishlar buzila boshladi. Өнүктүрүү планына кирип атат, тротуарды киргизүү. Убагында тротуар болгон эмес. Мына бул турган жер эки дарактын ортосу. Бул жер мурунку эски тротуар. Азыр быйылкы жылга планга кирип атат, бул жерден жаңы тротуар болот. А тротуардан кийинки зданиянын аралыгына чейинки ал муниципалдык жерлер, бош турган жерлер. Savdo rastlaridan jildirishdan norozi bo'lganlar ham bor. Sababi ular bilan qatorlash do'konlar buzilmaydi. Bunga ularning meriya bilan tuzilgan shartnomasi va ruxsat qog'ozlari borligi sabab bo'ldi. Qolgan 3 qurilish bu vaqtgacha berilgan ogohlantirishlar asosida olib tashlandi. Lekin ularning egalari qarshilik ko'rsatib, hujjatlashtirish ishlari olib borilayotganligini aytishdi. Bizda hozir sizlar bizni oldirib turib, boshqa birov dokumentsiz shart o'shani kelib qo'yib qo'yasizlar-da sizlar. Bizda dokument boshlaganmiz. Munisipal yerni noqonuniy egallab olganligi uchun savdo rastalaridan jarima maydoniga kirgizish kerak edi. Lekin egalari o'z ixtiyorlari bilan olib ketishdi. Agar savdogarlarning hujjatlari bo'lsa, shahar balansidagi joylarda vaqtincha ishlarni davom ettirishlari mumkin.
Mehmet har bir жаран өзү кайрылыш керек. Биринчи муниципал жерди пайдалануудан турган мурун барып бизге арыз менен мэрияга кайрылыш керек. Ушул жерди иштетемин деп. Булар тарабынан арыз кайрылган, документтери бүтүп атат, бирок документтери бүтө эле келе булар алып келип коюп алышкан. Hozirda Jalolobod shahrida noqonuniy 10 savdo rastasi bor. Munitsipal yerlarni egallab, to'siqlarni o'rnatib, ruxsatsiz qurilish ishlarini olib borganlarning soni ko'paymoqda. Ma'lumotga ko'ra, bu kabi reyd shahar hududida yana davom etadi. Mart oyidan boshlab bahorga harbiy chaqiruvlar boshlanadi. Bu bo'yicha hozir tayyorgarliklar boshlanib, yigitlarni vatanparvarlikka undash ishlari bo'lmoqda. Aniqroq aytganda, harbiy qismlarda ochiq eshiklar kuni uyushtirilmoqda. Navbatdagisi chegara xizmatining 20-24 harbiy qismida bo'lib, O'sh oblastidan 200 ga yaqin maktab o'quvchisi harbiy sharoitlar bilan tanishib chiqishdi. Bugun o'lkada yana qanday voqealar bo'ldi? Navbatdagi rubrikada ko'rasiz. Bugun chegara xizmatining 20-24 harbiy qismida ochiq eshiklar kuni uyushtirildi. Tadbirga O'sh oblastining Aravon, o'zgan rayonlarning 10-11 sinf o'quvchilari chaqirildi. O'quvchilarga chegarachilar harbiy mashqlarni, turli vaziyatlarda askarlar tayyorgarliklarini ko'rsatishdi. Kinologlar itlarni giyohvand moddani qanday qilib topganligiga o'rgatishi o'quvchilar e'tiborini o'ziga jalb qildi. Tadbirga jami 200 ga yaqin o'quvchilar ishtirok etib, harbiy qismlarda qurol aslahalar, texnikalar bilan tanishdi. Жаштарды патриоттукка алып барыш үчүн биринчи муну мектептен башташ керек. Мектептен баштап тиешелүү окууларды көргөзүш керек. Бүгүнкү күндө жана айтып кеттим сиздерге, райондордо, шаардарда чегарачы, жаш чегарачы класстарды ачканбыз. Ошол жерде ушул иш-чараларды биз өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө чегара заставаларынын жакын жайгашкан мектептерде чегара заставаларынын орун басарлары жана офицерлер барып, агайлардын, эжекейлердин суранышы боюнча бир канча ушундай патриотизм боюнча иш-чараларды өткөрүп жатат. O'sh davlat universitetida ilmiy shanbalik o'tkazildi. Unda magistrlar, talabalar ishtirok etishdi. O'sh davlat universitetining rektori Qanibek Isaqov iymon, odob, madaniyatning manbasi adabiyot degan mavzuda bayon qilib, talabalar savollariga javob berdi. Unda yoshlar iymonga, madaniyatga targ'ib qilingan. Tadbir davomida ko'rgazma uyushtirilib, 100 ga yaqin adabiy kitoblar qo'yilgan. Natijada faol ishtirok etgan talabalarga sovg'alar berildi. Iş-чараларыбыз өтө көп, бирок биринчи алгачкыны ректорубуз профессор Каныбек Абдуллаевич филология илиминин доктору катары өзү өтө жоопкерчилик менен мамиле кылып, ар биримизде мондай кылып атам деп мындай бергенин өзү бул агайыбыздын бардык кичинеби, чоңбу дебей бөлбөстөн бардыгын ушундай жоопкерчилик менен мамиле кылгандыгынын бир үлгүсү болуп жатат да. Dasturimizni dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan davom ettiramiz. Qozog'istonda statistika bo'yicha oilaviy zo'ravonlikka uchraganlarning 90%ni ayollar va bolalar tashkil qiladi. Bu bo'yicha majlisning navbatdagi yig'inida so'z bo'ldi. Unda oilaviy jinoyatchilikka qarshi qonun yaxshi ishlamaganligi sababli zo'ravonliklarning soni ortishi muhokama qilindi. Qozog'istonda shu kunga qadar oilaviy mojarolar o'zaro kelishib olinuvchi masala sifatida qaralib, hukumat tomonidan e'tibor berilmagan. Bunday ko'rinishlarda oilaviy nizolar oqibatida ayollar zo'ravonlikka duch kelishmoqda. Shu bilan birga huquqni himoya qilish organlari ham bu muammoga ahamiyat berishmay, ko'p hollarda oilaviy nizoga ayollarning o'zlari aybdor bo'lishadi degan fikrlarni aytib kelishgan. Ammo hukumat vakillari ayollar orasidagi zo'ravonlikning oldini olish uchun chora ko'rish zarur deb ta'kidlashmoqda. Bu orada kaltaklangan ayollarga tegishli tomonlarga vaqtida murojaat qilishlarini aytishmoqda. Bunga qaramay zo'ravonlikka duch kelgan ayollarning 70% gap so'zlardan qo'rqib ariza berishmaydi. Ayrimlarining shuning oqibatida o'z jonlariga qasd qilish hollari ham ro'yxatga olingan. За последние 5 лет Акыркы 5 жыл аралыгында 16940 киши суицидке барган. Алардын 13568 эркек кишилер. Бул көрсөткүч акыркы кезде өз өмүрүнө кол салган аялдардын санынан 5 эсеге көп дегенден кабар берүүдө. покончивших жизнь самоубийством. Mana vaqti kelib o'z joniga qasd qilganlarning soni yuqori ko'rsatkichga yetganda bu muammo katta yig'inlarda muhokama qilina boshlandi. Ma'lum bo'lishicha, og'ir jinoyatlarning barchasi oilaviy mojarolardan kelib chiqqan. Bunga bog'liq huquq tartibot organining mutaxassislari maxsus monitoring o'tkazib ko'rishgan.
Oilaviy nizolarning aksariyati mulk talashishdan, rashkdan va spirtli ichimliklar oqibatida kelib chiqqani belgilandi. Bu orada ayrim hukumat vakillari oilaviy jinoyatni kamaytirish va oldini olish bo'yicha qonun yaxshi ishlamayapti degan fikrlarni aytib chiqishdi. Fransiyadagi militsiya xodimlari havoda uchuvchi apparatlarga qarshi burgutlarni o'rgatishmoqda. Qushlar ijtimoiy joylarga noqonuniy ravishda uchirilgan va atrofga xavf olib kelish maqsadida qo'yilgan uskunalarga hujum qilib, ularni zararsizlantirishadi. Fransiya havo maydonida xavf olib kelgan uchuvchi apparatlarni ushlashga burgutlar tayyorlanmoqda. O'tkir tirnoqli qushlarni harbiylar tayyorlayapti. Harbiylarning aytishicha, burgutlarni dronga chetdan hujum qilishga tayyorlab, natijada apparatlar ustidan to'liq g'olib bo'lishga tayyorlashadi. Ular dronlarni poylab, so'ng hujumga o'tishadi. Uchuvchi dronlarni zararsizlantirishning iloji bo'lmasa, burgutlar yordamga kelishadi. Masalan, ijtimoiy joylarda noqonuniy kirgizilgan uchuvchi apparatlarni otib tushirish xavfli. Shu paytda burgutlar yordamga kelishadi. Hukumatning aytishicha, bunday chorani 2 yil avvalgi ko'rinishdan so'ng qo'llashdi. O'sha vaqtda bir guruh tarixiy imoratlarni sayyohlar ko'p keluvchi yerlarda va bir necha atom stansiyalar joylashgan joylardan ko'plab dronlar uchib yurgani kuzatilgan edi. Ta'kidlab o'tsak, bunga qadar ijtimoiy joylardagi xavfsizlikni qo'lga olish uchun qushlarni ishga jalb etish tartibi Niderlandiyaning politsiya xizmatchilari tomonidan kirgizilgan edi. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr-omon bo'ling. Ob-havo ma'lumoti homiysi Today savdo markasi. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang.